Xo'sh, qishloqqa gapiraver, men kameramni yo'q oldim. Ha kapot, bugun kechqurun men millioner bo'laman. Ha, nega 5 daqiqada emas? Chunki sen kapot, sen 5 daqiqada emas, 5 yilda ham millioner bo'lolmaysan. Darrov o'ynaysanmi? Bugun men ham millioner bo'laman. Kapot, sen hech qachon millioner bo'lolmaysan. Millioner bo'lish uchun sayohat qilish kerak har doim. Faqat ko'p ishlash kerak. Ha xo'p, kapot, qancha gar o'ynaymiz. Kech paytgacha agar men millioner bo'lsam, sen hamma izluvchilarga berasan, bo'ptimi? Ha, xo'p, lekin men millioner bo'lsam, sen menga berasan. Bo'pti, men roziman. Bo'lmasa vaqtni yo'qotmayman. Qani, yugur, biron narsa o'ylab topgin. Barchaga salom, men Kompot. Bizning yangigina videomizga xush kelibsiz. Qarochi, biz hozir qishloq bilan janjallashib qoldik, ya'ni sporlashib qoldik. Ha, qarochi kechqurungacha kech paytgacha millioner bo'lishimiz kerak. Bizda esa hozircha 16 ta izimlat bor. Ha, millioner bo'lishga yetmaydi-yu, ha mayli, ozgina bo'lsa ham yetib turadi, bo'lmasam ketdik. Kechqurun qanday qilib millioner bo'lib ketish mumkin? O'ylashib kerak. Birorta ilojini topishib kerak. Salom oq qishloq, yaxshimisan? Menda bitta zo'r ideya bor biznesga. Qarachi, bu kim bo'ldi? Bu merning do'sti. Buni jiddiy tadbirkor deyishadi. Jiddiy biznesmen deyishadimi? Menda juda ham zo'r biznes g'oyasi bor. To'xta! Buni majburlama. Bu jiddiy odam, ehtiyot bo'l. Qishloqqa tavakkal qiladigan odam millioner bo'lmaydi. Kechirasiz. Ha, siz kimsiz? Nima kerak sizga? Men hozir ishimga ketyapman. Mening ismim qishloqqa biznesmenman. Qarachi, men sizga zo'r biznesim bor. Ha, do'stim, sizga o'xshagan odamlar qanchasini ko'rgan bilasizmi? Bo'lmaganda meni tinglang. Iltimos, menga bitta imkoniyat bering. Mayli, sizni tinglayman. Bo'pti, gapiring. Menda bitta zo'r ideya bor. Izimut fermasi, faqat unga 1 million izimut ketadi. Ha, bu ancha yaxshi biznes, lekin bu men uchun qiziq emas. To'xtang, o'g'licha eshitmadingiz. Bu ferma o baravarga ko'proq foyda olib keladi. Ronaldo ko'proq ayting. Va nihoyat shaharga ham yetib keldim. Ha, men oddiy kelmadim. Bu yerga million izimutlar yiqqani keldim. Ha, to'g'ri, ozgina qiyin bo'ladi, lekin bu shahar imkoniyatlar maskani. Bu yerda albatta topishga harakat qilaman. Xo'sh, tushunmadim. Bu yerda yuk tashuvchi kerak. Yaxshi, qaranglar, birinchi ishim. Yaxshi-ku. Ha, shu yerda ishlasam bo'ladi, qaranglar, muncha yaxshi. Lekin eng qiziqtirgani bu ham emas. Men qarochi kelishimdan oldin bitta ham izimut ishlatmadim. Ha, men metroda keldim. Metro esa, mayli, hozir esa ko'p gapirmaymiz. Bo'ldi, rahmat, xayr, yaxshi qoling. Bo'liq. Qarochi, bu yerda 3 soat ishladim va 8 ta izimrudlar ishladim. Ha, bu juda ham qiyin. Tosh solib qo'yishganmi? Hayronman, qaranglar, 8 ta izimrud ishladim va bu juda ham kam. Men bu yerda 2-3 yil ishlasam ham hech qachon to'play olmayman. Ha, bizda hozir 9974 ta izimrud kerak hali. 76 ta izimrud kerak. Albatta. Demak, bu sizning polisingiz, to'g'rimi? Siz bu yerdan oltinlar, izimrudlar olgansiz, to'g'rimi? Ha, bu mening polislarim. Men ko'p odamlarni boyitib tashlaganman, albatta. Ha, kichkinagina biznes men uchun hech narsa emas. Axir men katta biznesmenman. Mayli, men senga 1 million izimrud beraman. Ha, urre, men yutdim. Aniqrog'i biznesmen bo'ldim. Ha, mayli, men keling, men sizga izimrudlarni beray. Mayli, bo'pti. Men aldadim, endi nima qilaman? Endi nima qilsam bo'ladi? Ha, mayli, eng muhimi o'yim. Sizning pitsangiz. Rahmat pul uchun. Ha, bola, men shuncha izimrud yig'dim, lekin bu hali men uchun juda ham kam. Million izimrudga hali ozgina ham yetmayapti. Bunchani вообще yig'olmayman. O'sha kechqurun ham tushib qoldi. Nima qilsam bo'lar ekan? Hayronman, qanday million izimrudlarni yig'sam bo'lar ekan? Million izimrud men uchun juda ham qiyin bo'lyapti. Ey do'stim, sen Kompotmisan? Ha, men Kompotman. Eslaysizmi? Men charchadim, hozir hech kim eslay olmayapman. Men millionerman. Mening mashinamni yuvib bergandingiz, esladingizmi?
Yaxshi yuvilmabdimi? Xohlasa izmutagingizni qaytib beraman. Mashinam tezlashib ketdi. Mashinamga nima qilding? Panelingiz ichida xatoliklar bo'lgan ekan. O'shalarni hammasini tuzatib chiqdim va chotki bo'ldi. Voy, do'stim, men senda salohiyatni ko'ryapman. Qanaqa salohiyat? Men kun bo'yi ishladim, shuncha ishladim, lekin shunchalik izimni topdim. Qancha izimni topmoqchisiz? Aytdim, men bitta qishloqman bakslashib qo'ygandan edim. Men kechqurungacha millioner bo'laman, lekin menda hozir shunchalik izim bor. Esimda. Oddiy o'yinchilik paytimda, endi millioner bo'lishni boshlaganimda oyligim 3 ta izimrut edi. Voy, qanday 3 ta izimrutdan yashadingiz? Bu qiyin edi, lekin men hozir millionerman. Kimdirning omadi bor ekan. Men bo'ldi. 13-qishloqqa qaytaman. Mayli, men polizlarimni tozalashim kerak. Qo'ying, siz fermermisiz? Men ko'pdan beri fermer bo'lib ishlayman. Nega ertaroq menga aytmadingiz? Yuring orqamdan hozirroq. Bu rostdan ham sizning sabziman kartoshka zavodingizmi? Do'stim, lekin bu sabzi emas, sabzi. E'tibor bermang, qishloqda yashab o'rganib qolganman. Xulosa qilib aytganda, shu fabrikaga menga malakali fermerchi topolmayapman. Men eplay olaman. Qancha to'lashadi? So'raymiz, lekin sizga million izmutlar to'laymiz. Sizga 9970 qancha ham izmut bera olamiz. To'xtab turing. Hammasini qo'shib ko'raylikchi. Menda 200 qancha ham izmutim bo'lsa, demak hammasini qo'shsak, общий 1 million izmrut-ku. Mening fabrikamda direktor bo'lishga rozimisiz? Albatta bo'laman. Qayerda imzo chekish kerak? Yo'q, buncha emas, men endi millionerman. Qaranglar, orqada shuncha izmrutlar turibdi. Bularning ichida, bu sandiqlar ichida o'shancha izmrutlar. Men juda ham boyman. Lekin ana u biznesmen kelsa nima deyishdan hayronman. Mayli, hozir bu eng muhim emas. Menga hozir millioner bo'lishim muhim. Qishloqqa kapot hali ham kelgani yo'q. O'sha kechqurun chiqib qoldi, lekin kelgani yo'q. Mayli, bizga hozir muhim emas. Lekin men baribir yutaman. Bu yana keldi. Xo'sh, qishloqqa, qani izmrutlar hammasini foyda qayerda? Ko'rmayapsizmi, ishlayapman. Yana 1 yo 2 yil kutishingiz kerak. Shuncha yil kutolmayman. Bugun kechqurun tayyor bo'lsin. Nimaga kechasi? Siz nimaga imzo qo'yganingizni o'qimadingizmi? Hujjatlarmi? Men ularni o'qiyapman. Mayli, balki bu ish o'xshamay qolishi mumkin, lekin mayli, sizga keyinroq izmrutlarni qaytarib beraman. Tezroq haydash kerak, kun botguncha yetib borishim kerak. Keldim. Tezroq. Noto'g'ri qo'yib qo'ydim. Voy, mayli, tushamiz. Mayli, yangisini sotib olaman. Qishloqqa, bu senmisan? Salom, kapot. Salom, qishloqqa. Xo'sh. Millioner bo'ldingizmi? Qishloqqa. Men garovda yutdim. Men 1 million izmrut yig'dim. Qara, hozir ko'rsataman. Men sening dalillarni olib kelganman albatta. Hozir mana oldidaligini esimdan chiqarib qo'yibman. Hozir mana bu yerda har birining ichida вообще ko'p izmrutlar bor. 1 million albatta to'liq. Tabriklaymiz. Kapot, sen yutding. Qishloqqa, qancha pul topding? To'g'risini aytsam, minusga kirib ketdim. Rostdan ham minusga kirib ketdingizmi? Uyingiz ham yo'q. E'tibor bermabman вообще. Bitta katta biznesmenga izmrutlarini 10 barobarga ko'paytirib berishni aytdim va uni aldadim va hamma yo'q bo'lib qo'ydi. Qishloqqa, nega uni aldading? Men millioner bo'lishni xohlagan edim. Kech paytgacha yutishni xohlagandim. Agar menga o'xshab ishlaganingda, menga o'xshab boyib ketarding. Lekin men xohlamadim. Men sodda narsani xohladim. Men qilgan ishdan osonroq ishda o'zi bo'lmasa kerak. Men kun bo'yi yugurdim va natija shu. Tabriklayman. Garov bo'yicha sizga ham yordam berishim kerak. Xo'sh, menda kostyum bor, kiyimlarim bor. Men olib qoling. Yo'q, sizdan hech narsa olmayman. Xo'sh, mana bu million izmrutlardan hammasini oling. Bu nima? Rostdan ham menga bermoqchimisan? Endi har oy shu maoshni olaman. Hozir esa bu pul sizga kerak. Kapot, sen eng zo'risan. Bu yoqqa men seni bitta quchoqlab qo'ying. Kiyimim o'ta qimmat. Ehtiyot bo'l. Tan olaman. Bugungi bahsda siz yutdingiz. Men ish topaman va bu izmrutlaringizni bir kuni qaytarib beraman albatta. To'g'ri, qishloqqa. Ishlash juda ham zarur. Ishsiz bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz va hech qanday shubhali rejalarga aralashmagan yaxshi. Aynan shunday, qishloqqa. Bugun sen uchun bu savob bo'ldi degan umiddaman. Bugun qishloqqa men kechqurungacha boyib ketamiz.
bahsida bugun men yutdim albatta. Ha, agar maslahatim sizlarga ham bunaqa ishlarni tavsiya bermayman. Bo'lmasam qishloqqa o'xshab qolasizlar. Agar siz video yaxshi olsangiz, iltimos videoni oling. Ha, agar videongiz prosmotr yemasa ham olishingizga oling. Albatta bir kun emas, bir kun maqsadingizga yetishasiz va aktiv ham bo'ladi. Agar powerchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, powerchi bo'ling. Hech qachon bitta maqsadda qoling. O'zingizni boshqa narsalarga obora qilishingiz shart emas bola. Hech narsaga obora bo'lish shart emas. Prosta maqsad. O'zingizni keraksiz narsalarga obora qilmang. O'zingiz qila oladigan narsalarni qiling. Albatta shu yaxshi, tekkan narsalarga hech qachon uchmang. Shu maslahatim. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Sizlar men Kompot, hammaga xayr.